Buncha kayfiyating mundayroq. Shu sevgi muhabbat qiyinchiliklarida bizga Kurashish kerak. Shart bosish kerak. harakat qildim, kurashdim, bo'lmadi. Unda hamma narsa qilmabsan-da. Nimaga? Sevging uchun bir qamalganmisan, bir olganmisan bir 2-3 sutka. Yo'q, qamalish bo'lmagan. Ana. Bunisi qanaqa bo'ladi? Yur tushuntiraman. Eshit mana bu she'rni. Ey go'zal parivash, ey Melisa qiz, oltinlardan a'lo gavhar, durginam, mening oppog'oydan oppog'im o'zing, qorachadan kelgan komandirginam. Ko'chamdan o'tasan, yuzlaring lov, borliqni yashnatar gulbadanliging, oftobda yaltirar pagonchalaring, menga pesh qilganday kapitanliging. Bilmam, xushfeldirsan, yomondirsan yo qaysidir bo'limda kamandirsan yo yuragim senga chest berar har safar, balki bilmagansan, bilgandirsan yo qorachadan kelgan komandirginam, meni asir etdi sochlaring qaro firoqlarga tashlamasaydi, meni qorachadan kelgan bu dunyo. Melisa qiz, jonim Melisaginam, shartda yo'llaringni to'sqim keladi. Sening kishaningga tutilmoq uchun hatto qonunlarni buzgim keladi. Bir kuni yo'lingni to'sdim to'satdan. Qo'ling ushlab sevgim aytdim tavakkal. Sen meni ayblading bezorilikda. Oshiqligim ishkan, izhorim ishkan. Sen meni tutding-u, men hayajonda, g'am va qayg'ularim o'lib ketdilar. Lek sen buyruq berding, men bechorani erkak Melisalar olib ketdilar. Melisa qiz, jonim Melisagina.